Assalomu alaykum. Xolislik va Business Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. Mana qo'yxonamizga keldik. Bularda yoshi hozirgi kunda 140 kunlik, adashmasam 140 kundan o'tyapti. 119 kuni nishona bergan, mana 140 kunda, ya'ni 19 kunda ichida tuxumlari hozirgi kunda o'rta hisobda 20% tuxumga kiribdi. 20%. Ya'ni 5 oyligida o'zi 50% ga olib chiqish kerak edi, ozgina cho'zilib qoldi. Yemlari, qarov, ishchilar o'zgarib, har xil holatlar bo'lgani uchun tuxum foizimiz 20% ekan hozir. Bu ham normal holatda, mana tuxumlari o'rtoqlar. Ular 10 kun, 15 kun ichida xudo xolasa o'zini yemini oqlaydigan bo'ladi. Undan u yog'iga foyda berishni boshlaydi xudo xolasa. Sababi tuxum foizi 50% o'tib olgandan keyin foyda berishni boshlaydi. Mana jo'jalarimiz holati mana bulari, mana e'tibor beramiz. Baldag'i yo'q mana bularda. Bular hali tuxumga kirgan yo'q. Mana bular tug'yapti. Mana bundaylar ham bo'ladi. Mana u ichida ham 4 dona tuxum boshlamaganlar ana shular. Baldag'i tojiz kichkinasi, baldag'i yo'qlar. Ular ham tuxumni boshlaydi vaqt soati bilan. Ozgina cho'zilish ehtimoli bor. Mana bu o'sha tuxumni boshlaydigan holatda tuxumni boshlaganlari mana tojlari osilib, mana tuxumlar. Tormishkalarda ovqati yo'q ekan, hozir obedga ovqat beramiz deyapti. Obedga yaqin bo'lib qoldi o'zi, mana holatlari. Hammasi sog'lom, hammasi yaxshi, zo'r holatda. O'rtoqlar 20% ga tuxumga chiqqan bo'lsa, bularimizni o'sha ortiqchasini sotildi. Oldingi videomizda e'lon berganmiz, sotiladi deb. Olib ketganlar olib ketishdi. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Bular o'zimizga tuxum yo'nalishga olib qolingan jo'jalar. Mana bular o'sha aytib o'tgandek. Baldag hali kichkina, tojisi kichkina, ular tuxumga kelgan yo'q. Mana bular tug'ayotgan holat. Mana holatlari, mana bu yerdan bunday ko'rsatsak, aniqroq ko'rinar ekan. O'rtoqlar, keyingi jo'jaxonamizda ham hozir 1 oydan o'tdi jo'jalarimiz. Ularni ham 3 oylikdan sotishni boshlaymiz, yo'lga qo'yamiz. Bular o'zimizga keyingi partiyalarimiz sotuvga. Ya'ni dekabr oyini oxirlariga tayyor bo'ladi. 1,5 2 oydan keyin o'shanda e'lon beramiz. Ular ham Lomin Sendi zoti, xuddi shundan Germaniya zotidan tuxum yo'nalishida. Mana bular hozirgi holati o'rtoqlar, mana tuxumni endi boshlagan tovuqlarning holati. Mana 20 kunda ichida tug'ayotgan tovuqlar. Mana har bir qatorimizda tuxumlari bor. Bular ko'pchilik biladi. Yangi ko'rayotganlar yangilik bo'lyapti. O'zi aslida tovuqxonani ichida o'rtoqlar ko'p nimalarni ko'rsalaring, tovuqxonani ichiga kirgizilmaydi. Qoidasi shunaqa, kasallik kiradi, boshqa bo'ladi. Keyin sir asrorlarni ko'pchilik aytish mumkin. Ba'zilarim qanday deb tushuntirsam ekan. Erkin nima qilinmaydi. Biz o'zimiznikiligi uchun bemalol havas qilganlarga imkon qadar shu tovuq biznes bilan shug'ullanaman deganlar yo'l yo'riqlarni ko'rsatamiz. Setka muammosi bormi, tovuqxona muammosi bormi, qaysi sohasida bo'lsa bemalol vaqt topib telefon qilishsa, setkalarni ham ro'para qilishimiz mumkin. Tovuqlar, jo'jalarni ham solib yo'lga qo'yib, toki tuxumga kirgunicha yo'l yo'riqlarni ham o'rgatib boryapmiz. Katta tovuqxonalarda hisobga olyapti. Masalan, 2000 ta, 3000 tadan yuqorisini. 50 ta 100 ta olganlar, u juda oddiy holat. Uyda boqishar, yerda uni oddiy tovuqlar boqqandek boqilaveradi. Mana tuxumlari, kechagi tuxumlari. Bu tomondagilar ham mana boshlagan. Oxirgi qatorimiz oldingi videomizda ko'rgan bo'lsangiz, mana shu qator bilan
bu qatorda yo'q edi tovuqlar. Narigi 4000-ligimiz betdagi nishona berganlarni sotib, narigi xonadagi 4000-ligimizni olib kelib to'ldiramiz degan joyimiz bordi. Mana to'ldirilgan. Bular ham o'sha nishona berishni boshlagan mana. Tuxumlari nihoyatda zo'r. Mana ichida ham turibdi tuxumi. Holatlari yaxshi o'rtoqlar. O'rtoqlar, videolarimizni kuzatib borsangiz, bularda necha foiz, necha kunda chiqayotganlargacha video qilamiz va kerakli savollar bo'lsa kommentariyaga yozishingiz mumkin. O'shanga qarab videoda aytib o'tamiz holatlarini. Tovuqxonani ko'pchilik so'rashgan, tovuqxonani aytganman, razmerlarini yo'q, necha mingta sig'ishlarini hammasini oldingi videolarimizda bor. Ko'rmaganlar bo'lsa, oldingi videolarimizni batafsil ko'rib chiqsalar, bularni o'sha birinchi kunda Samarqand naslchilik fabrikasidan birinchi kunda chiqqan holatlarni olayotgan vaksinalargacha video qilib olib kelib boqqanmiz bularni. Hozir mana shu holatga keldi. Mana shular oldin aytib o'tgandek, mana shunga bor hali tuxumga kirishiga 15 kun, 1 oy bor mana shu kelasi. Bulari o'sha tayyor. O'rtoqlar, videomiz yoqsa like bosib qo'yishlarni unutmanglar. Keyin qolaversa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, keyingi videolarimizdan birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin. Padilatsa qilib qo'ysangiz qiziqqanlarga ma'lumot bo'lib qoladi. Tovuqxonani ichida yurib, tovuqxonani holatlarini, hattoki keyingi videolarimizda nasib bo'lsa o'rtoqlar, yem tayyorlashlarini yana barcha ko'rsatib boramiz. Qanday yemlar tayyorlanadi, qanday beriladi. Mana tuxumlari shu holatda tuxumlarimiz. Bular endi tuxum boshlar, 20% tuxumli holat. Hali 50%, 70% ga chiqsa, mana shu kelayotganlari setkamiz hamma joyi tuxum bo'lib ketadi. Ularni yana barcha yana batafsil ko'rsatamiz. Bizni kuzatib borayotganlardan imkon qadar qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysa, keyingi videolarda mana suv ichish holati. Keyingi videolarda batafsil ma'lumotlarni olib borishlari mumkin. Holatlar shunaqa o'rtoqlar. Mana tovuqxona qanday holatda bo'ladi deganlarga mana ishchilarimiz o'zgarib, shipir-sildirlarni ham joy-joyiga qo'yishibdi mana. Ancha yaxshi hozircha. Mana bular o'sha yemini yeb bo'lishyapti. Yem tashiyotgan paytimiz bu. Abetga yem berishadi xolos. O'rtoqlar, keyingi videolarimizda yana batafsil tushuntirib o'tamiz. Telegram gruppamiz bor, ko'pchilik biladi. Har bir videomizni opisaniyasini, ya'ni sarlavhasini oxiriga qo'yib boryapmiz. Telegram gruppamizning silkasini. Savollar bo'lsa, o'sha Telegram gruppaga kirib maslahatlar olishingiz mumkin. O'sha Telegram gruppamizda 2000 tadan ziyod qatnashchilar, ishtirokchilar bor. Asosan mutaxassislarimiz bor, kelgan savollarga javoblar berib borishyapti. Yerda yurgan tovuqlar bo'lsa, setka uslubida. Imkon qadar vaqtlarni ajratib savollarga javoblar berib kelishyapti. Alloh rozi bo'lsin barchalaridan. Bular suv bachoylarimiz, oldin videolarda aytib o'tganmiz. Holatlar shunaqa o'rtoqlar, mana hozirgi paytda bu yerda 7000 taga yaqin tovuq, 1000 ta atrofida tuxum berilyapti ekan. Shu paytgacha 1000 tadan oshiqroq, 1000 ta. Mana bular mana bitta ventilator ishlab turibdi. Xudo xolasa mana shu 7000 tadan 6500 ta, 6000 ta tuxum olayotgan videolarni chiqaramiz o'rtoqlar. Xudo xolasa tuxumlar necha puldan o'tkazilayotgani, qancha yem yeyapti, necha kunda, necha gram va necha pullik rasxod bo'lyapti, necha pullik prixod bo'lyapti. Ularni batafsil tushuntirib boramiz va keyingi videolarimizda sotilayotgan tovuq jo'jalarimizni ham oldindan keyin qo'yib boramiz o'rtoqlar. Mana qaysi qatoriga kirmaylik, tuxumlar bor. Barakasini bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga omad.